Assalomu alaykum azizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Xorijdan, Amerikadan Turan xalqaro tashkiloti nomidan Fazliddin Yoqub. Bugungi chiqishimizni sababi Ramazon sharif tugamasdan turib, Türk dunyosiga Turan xalqaro tashkiloti, tashabbus guruhi hamma vakillar nomidan kirib kelayotgan Ramazonni tabriklash bilan birga bayramini Idil Fitrda bir-ikki og'iz bo'layotgan jarayon to'g'risida to'xtamoqchimiz. Bilasizlar, mazlumlarni duo qilish, dunyodagi urushlarni to'xtatish, insoniyat bir ro'shnolikda, bir osoyishta yashashni harakat qilib bo'layotgan jarayonlar bor dunyoda. Lekin biz bu narsalarga ham to'xtalamiz, vaqtimiz juda oz. Bilasizlar, 3-5-10 daqiqagacha bu ham chiqishlar qilaman. Bugungi chiqishimizda Turkiyaga to'xtamoqchimiz. Turk dunyosining lokomotivi bo'lib, markazi bo'lib, bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlab, Türk dunyosini birlashish uchun harakat qilayotgan davlatda nimalar bo'lyapti? İmamoğlu'nu qamab qo'ydi, Istanbul merini. Mansur Yavaş degan ham chiqib o'zini noroziligini bildiryapti, Anqaraning hokimi. CHP degan partiya bor, Atatürkchilar shunaqa haligi nima deydi, dinni yaxshi ko'rmagan, islom dunyosiga nafrat bilan qaraydigan shunaqa bir partiya bor. Juda qattiq ular. O'zgur O'zal degan boshlig'i bor. Ko'chalar to'ldirib bu yerda shunaqa 500 kishi, 1000 kishi, ba'zi bir yerda undan ko'proq odamlarni chalg'itib, studentlar, tolib ilmlarni olib chiqib, o'ranchi deydi, turkchasiga boshqa ishlar qilyapti. Lekin Ramazon sharif bo'lganligi uchun, 3-10 kunlik bo'lganligi uchun, Turkiyaning boshida xayrli bir adolatli lider o'tirgani uchun, Turkiya nihoyatda demokratik, adolatli, yarg'i deydi, sud hukmi, boshqalari adliyalar ishlaydigan xayrli davlat bo'lganligi uchun shuni tishiga qo'yib sabrman turibdi. Ayniqsa fidokorlik bilan xizmat qilayotgan turk polislari butun dunyo oldida, Alloh rozi bo'lsin, juda katta bir sharafli vazifani bajarishdi. Va turk polislari o'zini haqiqiy vatanini, millatini, xalqini sevgan, insonlarga ayirmachilik, irqchilik qilmasdan bir qaraydiganligini isbotladi. Endi biber gazi otdi, u bu desa, endi ular boltaman chiqsa, asid kislotalar otdi, o'ldiraman dedi, urdi, tosh otdi, har xil so'kinishlar, yomon ishlar Turkiyani hurmatli, adolatli, pokiza, ibodatdagi juda bir tarixlarda kam chiqadigan lideriga nisbatan hurmatsizlik qilib, adabsizlik qilayotgan bo'lsa, nihoyat darajada bir fashistik, terrorchi, haligi ko'cha terroriga o'xshagan narsalar qildi. Hech bir demokratiyaga ham, dinga ham, hech bir dinlarga, insoniylikka tushmaydigan ishlarni qilishdi. Shuning uchun bu narsalarni ko'rib turib, Turkiyaning polislariga juda katta Amerikadagi Turan xalqaro tashkiloti, Turk dunyosi, o'zimiz nomimizdan tashakkurlar aytamiz Turkiya davlatiga, hurmatli prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga va mana shu muborak Ramazonda turib hammamizni duolar qilib, Turk dunyosini, Turkiston hammasini birlashishidagi harakatlarimiz davom etib, Ramazondan keyin rivojlanib ketishi uchun katta qadamlar qo'yiladi degan orzulardamiz. Bu Turkiyada bo'layotgan jarayonlar yig'ishtiriladi. Turkiya davlati kuchli, polislar istixboroti dunyo arenasida juda katta bir manzilga chiqqan ko'rinishdagi davlat bo'lganini hamma biladi. Shunday bo'lgandan keyin yaqinda mana Amerika davlati ham juda chiroyli, Tramp ham yaxshi bir munosabat bildirdi lideri va Turkiya to'g'risida. Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan arab dunyosi, turk dunyosi, musulmon dunyosi ichida birinchi bo'lib kutib olingan xayrli bir lider bo'ldi. Juda chiroyli bir ishlarni kelishib olindi. Yaqinda Rajab Toyyib Erdo'g'onni ham Amerikaga tashrif buyurish, da'vat qilish mavzulari bo'lib turibdi. Shunday qilib azizlar, bir ko'rinish beraylik deb yana ko'pgina gapirib yubordik. Alloh yomon to'ylar. Bu Ramazonda yetisholmagan, yaxshi niyat, tilak bir qilolmagan ishlarni, ya'ni Ramazonga yetib borib tinch-tinch saflar buzilmagan holatda qilib olishni nasib qilsa, hali ham 1-2 kun vaqtlar bor. Bu narsalarga imkon bor. Inshaalloh umidsiz bo'lmasdan davom etinglar. Turan xalqaro tashkiloti nomidan Fazliddin Yoqub. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.